Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda bugun 25-noyabr kunidan 4-dekabrgacha, ya'ni 10 kunga yopildi. Toshkent yopildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch-quvvat, baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Diqqat qiling, Prezident Olimpiadasi milliy musobaqasining yakuniy bosqichi munosabati bilan Mirzo Ulug'bek tumanidagi yo'llarning bir qismi 10 kunga yopildi. 25-noyabrdan 4-dekabrgacha yangi O'zbekiston bog'i yaqinidagi yo'llar 10 kunga yopildi, deyiladi xabarda.